Nima uchun bugun, aynan bugun Qurbon hayiti sifatida butun dunyodagi insonlar bu kunni nishonlashadi? Nima uchun? Xudo xolasa endi qo'y so'yiladi-da, okey? Hop. Qo'y so'yiladi, oldin o'sha qo'y o'rniga Payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi vasallam addushi o'sha odam so'yilmoqchi bo'lgan ekan-da, oldin. Qo'y odam so'yilmoqchi bo'lgan, farzandlarini so'yilmoqchi bo'lganda o'sha qo'y berilgan. Qo'y so'yiladi, addushi deb berilganda, o'shani ular so'yaman deganlarida, yo bu deb o'sha anaqa qo'y chiqqan ekan deb qo'y berilgan. O'sha qo'y o'sha cho'tki qo'y bo'lgan ekan. Yoshi 18 yoshli. Sog'lom, tetik cho'tki qo'y bo'lgan ekan. O'sha qo'y so'yilgan ekan. O'sha mana qo'y so'yilib, hayit o'qilib, o'sha qolgan qarindosh urug'larim addushi umruzo bo'lsin, oxirati ishqilib obod bo'lsin, o'tib ketganlarini. Qalbiga iymon to'lib, Makkaga iymon bo'lishsin.